Hozir aka Sh5 modelidagi trenajyorimizni bitta yuzga o'rnatib bering. Farzandlaringiz maza qilib shug'ullansin, sog'liq uchun zo'r narsa. Obzorga keladigan bo'lsak, turnigi bo'ladi. Turningda o'zida keng, kalta 3 xil variantda bemalol tortilsa bo'ladi. Undan tashqari brusimizni o'zida ikkita funksiya bor, ham brus qilsa bo'ladi, ham aylanib olib press qilsa ham bo'laveradi. Undan ham zo'r tomoni pastdan anjumani, yotib olib anjumani qilsa ham bo'laveradi. Zo'r tomoni qo'lingiz yerda kirib bo'lmaydi, maza qilib anjumani qilsangiz bo'laveradi. Hozir aka undan ham zo'r tomoni yotib tosh ko'taradigan 1,5 metrlik stolni ham qo'shib beramiz. Materiali ko'jadan yumshaqqina maza qilib yotib olib tosh ko'tarsa bo'ladi. Oldi tomonini bemalol balandlatib pastlatsa ham bo'laveradi. Xalaqit qilgan paytda, kerak emas paytda yig'ishtirib qo'ysa ham bo'ladi. Bu ham kam deydigan bo'lsangiz, 20 kilodan 40 kilo shtanga toshni ham qo'shib qo'ydik. Xohishingizga qarab buni ko'paytirib, kamaytirib ham beraveramiz. Hozir aka umuman o'ylamang. 8 ta pog'onasi bor. Katta o'g'lingizga ham, kichkina o'g'lingizga ham bemalol balandlab, pastlatib shug'ullantirsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 3 million 100 ming so'm. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa o'zimizning milliy mahsulotlarni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar.